Bu ishni aslo qila ko'rmay, pulingizni aniq yo'qotasiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, hozir O'zbekistondan juda ham ko'p odamlar Temo marketplace'dan tovarlarni buyurtma qilib O'zbekistonga olib kelmoqda. Kimdir aldanmoqda, kimdir misol ko'p videolarni ham ko'ryapsizlar, rasm kelyapti, tovar o'rniga yo boshqa narsa bo'lyapti. Xullas, nimaga odamlar Temodan tovar olyapti? Chunki assortiment juda ham ko'p va ba'zi bir tovarlar narxi juda ham arzon. Lekin hozir siz tovar zakaz qilib qo'ygan bo'lsangiz yoki tovar zakaz qilayotgan bo'lsangiz, 20-martdan boshlab turib O'zbekistonda Temoning faoliyati to'xtatildi. Bu davlat tomonidan qilindi. Sababi Temodan xarid qilinayotgan har oyiga 2-3 million dollarlik tovarlarga hech qanaqa soliqlar to'lanmayapti. Shu sababdan davlatimizning byudjetiga tushadigan pullar aylanib o'tmasligi uchun O'zbekiston ularga shart qo'ydi. Agar mabodo O'zbekistonda ishlash niyatingiz bo'ladigan bo'lsa, unaqada O'zbekistonda siz ro'yxatdan o'ting. Agar siz hozir Temodan tovar zakaz qilib qo'yadigan bo'lsangiz, bu tovar buyurtmasi O'zbekistonga kirib kela olmaydi va bu orqali siz pulingizni yo'qotasiz. Yoki u pulni Xitoydan qaytarib olishingizga to'g'ri keladi. U qancha vaqt oladi? Yarim yilmi, 1 yilmi? Uni Xudo biladi. Temodan ham ko'ra juda ham ko'p, undan ham arzon va bundan ham sifatliroq marketplace'lar bor. Siz izohda tovar so'zini yozib qoldiradigan bo'lsangiz, mana Telegram kanalimdagi juda ham ko'p marketplace'larning ro'yxatini beraman. O'sha orqali siz bemalol xotirjam buyurtmani berib O'zbekistonga tovarlaringizni jo'natishingiz mumkin. Va buni yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying.